Men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Nima uchun bizlar insonlar, odamlar masalan o'zimizni katta ko'rsatamizmi yoki masalan o'zimizni birovdan katta olamizmi yoki biz nima foyda ko'ramiz? Biz birovni unday bo'lyapti, bu bunday bo'lyapti, bu boy bo'lib ketibdi, bu unday bo'lib ketibdi, bu bunday bo'lib ketibdi deb masalan shunaqa deb u gapirib, birovni g'iybat qilib, o'sha odamni yomon ko'rib, mumkin u inson undaqa emasdir. Mumkin u inson siz va biz o'ylaganga o'xshagan inson emasdir. Birovni namuncha g'iybat qilib, namuncha biz u odamni yomon ko'ramiz. U odamni qachongacha bunday fikrlab, uni yomon undaqa bu bunaqa deb fikr qilamiz. Lekin biz bilmaymizki, o'zimiz qanaqa insonligimizni biz bilamizmi o'zi? Biz o'zimiz qanaqa insonmiz? Biz nima qilyapmiz? Biz g'iybat qilmayapmizmi? Biz birovni ko'nglini ranjitmayapmizmi? Biz birovni xafa qilmayapmizmi? Biz birov bilan gaplashmayapmizmi? Qachon biz oxirgi marta birovni xursand qilib qo'ydik? Qachon biz bir odamni ko'nglini ko'tarib qo'ydik? Pul bermadik, pul bermaylik. Shu ko'nglini ko'tarib qo'yaylik, yaxshi gapirib qo'yaylik. Chunki vaqti kelsa o'sha inson bilan yer dumaloqda, vaqti keladi, o'sha insonni bir kun emas, bir kun ko'ramiz. Biz namuncha u boshqa odamlarning fikri bilan biz o'ylab u odamni yomonlaymiz, yomon ko'ramiz. Biz qachongacha shunday fikrda, shunday xayolda yuramiz? Biz uni to'xtatishimiz kerak. Yaxshi fikr o'ylashimiz kerak, yaxshi gaplar gapirib qo'yishimiz kerak. Uni mumkin yaxshidir, ko'ngli ochiqdir. Biz yonida bilmadik, u yoniga bormadik, uni yaxshiligini ko'rmadik, ko'rmasdan turib biz yomon undaqa bunaqa deb g'iybatini qilib nima qilamiz? U inson bilan biz birga o'tirib choy ichmadik-ku. Shunday yaxshi gapirib muomala qilib qo'yaraylik. Bizdan hech nima ketmaydi.